Ushurni farzligi borasida Alloh taolo Qur'oni Karimda An'om surasini 141-oyatida shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va atu haqqahu yawma hasadihi va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin dedi Alloh taolo. Va atu haqqahu yawma hasadihi. Ya'ni yig'im terim kuni haqqini bering dedi Alloh taolo. Va atu haqqahu yawma hasadihi. Yig'im terim payti. Ana shu haq nima? Ushur. Ya'ni Alloh taolo ekin tekiningizni yig'ib olgan paytingiz uni ushurini bering deya Alloh taolo bizga buyruq amr qilyapti. Va la tusrifu, uni isrof qilmang, albatta Alloh isrof qilguvchilarni yaxshi ko'rmaydi deydi. Mana shu oyat ushurni farz ekanligiga dalil, Qur'ondan dalil. Demak, kim ushur bermasa nima bo'ladi? Gunohkor bo'ladi. Allohning buyrug'ini, amriga itoatsizlik qilgan bo'ladi.